Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Mohiyat nomli podkastimizni yana bir soni efir yuzini ko'rmoqda va biz bugun mehmonga Jizzax shahridagi 22-umumta'lim maktabi direktori Saidova Dilfuza Eshqulovnani taklif qilganmiz. Biz bugun Dilfuza opa bilan ayol baxti nomli mavzuda suhbatlashamiz. Dilfuza opa, studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat e'tibor uchun. Dilfuza opa, bugun biz mana shu mohiyat podkastimizni yangi loyihasini boshladik. 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan ayol baxti degan yangi loyiha. Siz mana shu loyihamizni ilk mehmoni bo'lib turibsiz. Bugun siz bilan ayol baxti haqida gaplashmoqchimiz. Rahmat, muvaffaqiyat tilayman, omad tilayman mana shu ko'rsatuvda, loyihalaringizda rivojlanishida muvaffaqiyatlar tilayman. Rahmat. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Dilfuza opa, mana yaqindagina 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan muhtaram prezidentimiz tomonidan shaxsan qo'llaridan mana shu ordenni qabul qilib oldingiz. Bu o'ylaymanki har bir ayol uchun bir orzu yoki hayotda nima desak, o'z oldiga maqsadlar qo'ygan mana shu rahbar ayollar uchun bir orzu deb o'ylayman. Mana shu yutuq bilan, mana shu martaba bilan sizni tabriklayman-da. Sizga ilk savolimni bermoqchiman. Dilfuza opa, o'zi baxt deganda nimani tushunasiz? Men baxt deganda, har bir ayolda baxti deganda farzandlarni kamolini ko'rish, farzandlarni kamoliga yetganda muvaffaqiyatlarga erishganligini ko'rish, menimcha bundan ortiq baxt bo'lmasa kerak ayol kishi uchun. Men shunday deb ko'raman. Rahmat. Baxtsizlik nima sizning nazaringizda? Baxtsizlik bir psixologda eshitganman-da. Baxt har xil bo'ladi. Hayotda hamma o'zicha baxtli, lekin hamma birday baxtsiz deydi. Baxtsizlik, men boyagi yana ham aytamanki, oldiga maqsad qo'ymagan, farzandlar tarbiyasiga alohida e'tibor bermagan, bola-ku deb vaqtni qadriga yetmagan insonlarni baxtsiz deb o'ylayman. Rahmat. Albatta kasb nuqtai nazaridan shunday fikrdasiz. Shaxsiy savol bermoqchiman. Siz baxtlimisiz? Albatta baxtliman. Sizni baxtingizni nimada ko'rasiz? Farzandlarimni kamolida ko'raman baxtimda. Farzandlaringiz nechta? Agar sir bo'lmasa, oilangiz haqida ham ozgina gaplashsak. 4 nafar farzandim bor, 3 nafar qizim bor, 1 nafar o'g'lim bor. Hammasi Allohga shukr, maqsadi bor, orzusi bor. Katta qizim qayerda, jamiyatda turmushga berdingizmi, oliy ma'lumotli qila oldingizmi? Xuddi o'zingizdek hayotda nafaqat oilada, balki jamiyatda ham o'z o'rinlarini topishiga o'zingiz shaxsan bir rahbar ayol sifatida motivatsiyalar berib, qandaydir yo'l yo'riqlar ko'rsatib kelyapsiz deb o'ylayman-da. Xuddi shunday. Katta qizim, mashhura qizim, a'lo darajali shahodatnoma bilan maktabni ham, umumiy o'rta ta'lim maktabini ham, litseyni ham, keyingi oliy ta'limda Toshkent tibbiyot institutini tugatdi. Uni ham hammasini oliy darajali shahodatnoma bilan tugatdi. Keyin magistratura ordinaturani Moskvadagi Bakuleva nomli ordinaturada o'qib, hozirgi kunda kardiolog bo'lib faoliyat yurityapti. Juda ham mamnunman bu faoliyatidan. 2 ta nevaram bor. Ikkinchi qizim Gavhar qizim ham o'zimizda shu hozirgi men faoliyat olib borayotgan maktabimda tamomladi maktabni. U qizim ham Toshkent tibbiyot institutiga kirdi. Keyin ordinaturani tugatdi. Akusher-ginekolog sifatida Toshkent tibbiyot akademiyasida hozir ham ustozlik qilyapti, ham
xususiy klinikalarda faoliyatini olib boryapti. Unda 2 qiz nevaram bor, 4 nevaram bor. 3-chi qizim esa neyroxirurg magistraturani, neyrojarroh mana bu yaqinda tugatadi. U qizim bilan ham barcha bolalarim bilan faxrlanaman. O'g'lim Koreyada. Mana shu o'g'limda ham bolaligidan ham boshlab bilimlar bellashuvi, fan olimpiadalarida har doim 1-chi, 2-chi o'rinda, respublikada 1-chi o'rinlarni olgan o'g'lim ham hozirgi kunda Koreyaga 100% grant bilan Inha institutida oliy ta'lim oliygohda o'qib tamomladi. Hozirgi kunda endi Garvardga, bolalikdan o'g'limda orzusi edi. Shu boyagi hozirgi kunda o'shanga 8 darajali IELTS'ni oldi. Butun xalqaro sertifikatlarni olish hozir SATga tayyorlanyapti. Maqsadi bor, orzusi bor, hammasidan olam judayam ulardan umidim katta farzandlarimdan. Rahmat. Albatta, yuqorida o'zingiz ham ta'kidladingiz. Ayolni baxti uni farzandlarni kamolida deb ta'kidladingiz. Albatta, bugungi kunda farzandlaringiz mana shunday tibbiyot dargohlarida o'qiyotganligi, uni bitirganligi va o'zini faoliyatini olib borayotganligi juda quvonarli. Bugun mamlakatimizda sir emaski, mana shu tibbiyot xodimlari, ayniqsa vrachlar yetishmovchiligi bo'yicha bizning muammolarimiz bor. Juda ham xursandman. Xo'jayiningiz sir bo'lmasa, turmush o'rtog'ingiz nima ish bilan, faoliyat bilan shug'ullanadi? Bank sohasida iqtisodchi bo'lib ishlaydi, iqtisodchi edi. Hozirgi kunda xususiy klinikalarda buxgalter bo'lib ishlaydi. Adashmasam, siz o'zingiz biologiya fan o'qituvchisiz. Mana farzandlaringiz ham aynan tibbiyot yo'nalishiga yo'naltirilganligi, o'zlari shu sohani tanlaganligi, men o'ylaymanki, baribir sizdagi o'sha o'zingizni faoliyatingiz bilan bog'liq. O'zingiz baribir darsdan bo'sh vaqtlaringiz, ishdan bo'sh vaqtlaringizda kelib, uyda farzandlaringiz bilan o'yladimki, ximiya, biologiya bo'yicha o'zingiz alohida shug'ullangan bo'lsangiz kerak. Doimiy ravishda men bolalarimga motivatsiya berardim yoshligidan. Sen har qanday holatda ham ustoz farzandisan. Ustozni farzandida boshqa o'quvchilarga qaraganda 10 chandon, 100 chandon har tomonlama namuna bo'lishing kerak. O'qishingda, yurish-turishingda, tarbiyangda, kattaga hurmat, kichikka izzat deb turib doim har kunlik meni qoidamga aylangan edi. Mana bu bolalarimda ustozni farzandi ekanligini hech qachon esdan chiqarmaslik uchun takror va takror aytardim. Mas'uliyat katta, haqiqatdan ham mas'uliyat katta. Namuna sifatida endi ko'rsatish kerak-ku xalqqa. Ustozni farzandi mana. Dilfuza opa, bir savol bilan murojaat qilmoqchiman sizga. Mana ko'pchilik ayollar baxt deganda faqat erni tushunishadi. Kimdir baxt deganda bu hashamatli uy yoki qimmatbaho mashinalarni tushunadi. Mana yuqorida siz baxt deganda farzandlar kamolini tushunaman deb javob berdingiz. Albatta, ziyoli, o'qimishli, ma'rifatparvar ayollarimiz xuddi shunday javob beradi deb o'ylayman. Mana o'zingizni faoliyatingiz davomida juda ko'p o'quvchilarni tarbiyalab voyaga yetkazib kelyapsiz. Sir emaski, bugun oilaviy ajrimlar nihoyatda ko'p. Va mana shu to'liqsiz oilalarda tarbiya ko'rayotgan farzandlar ham nihoyatda ko'p. Mana shu to'liqsiz oilada tarbiya ko'rayotgan bolalar bilan to'liq oilada tarbiya ko'rayotgan farzandlarni farqi bormi? Albatta farqi bor. To'la oila bilan to'liqsiz oilalardagi farzandlarni men hayot tajribamda ko'rib kelyapman. 29lik tajribamdan kelib chiqqan holatda taqqoslayman doimiy ravishda. Mana bu to'liq oiladagi farzandlarni har doim kamolga, muvaffaqiyatga erishishini ko'ryapman. To'liqsiz oiladagi bu men shaxsiyatiga tegib kamsitmoqchi emasman. Yoki biror bir maqsadim ham yo'q, lekin o'sha narsani o'ylash kerak-da odam.
to'liqsiz oilani shakllantirish uchun men nima qilyapman? O'zim uchun emas, mana shu o'rtadagi farzand uchun men sabrli bo'lishim kerak, matonatli bo'lishim kerak deb turib, ozgina sabr qilib turib shu oilani to'liqligini saqlab qolish maslahatini bergan bo'lardim. To'liqsiz oiladagi farzandlarda baribir ham farqi juda kattada. Salbiy, ruhiyatida ham mana bu maktabda biror bir holat yuzaga kelgan, salbiy holatlar yuzaga kelgan vaqtida onasini chaqiramiz yoki otasini chaqiramiz. O'sha vaqtida aytsak, mana shunaqa holat bo'ldi desa, to'g'ri tushuningda ustoz, buni otasi yo'qda, shuning uchun-da deydi. Keyin bolani qandaydirchi o'sha bolaga manaqa qilib qo'ygan bo'ladi. Onani o'zi yo'q, sen mana shu ishda xato qilibsan demaydi-da, lekin o'shanga yo'yadi-da. Endi bu katta xato, bola tarbiyasida adashamiz-da bu. Hayotimiz uchun ham bu fojia-da. Shunday. Mana o'zim ham 14 yillik pedstajim bor, pedagogik faoliyatim bor. 14 yil ishlaganman o'qituvchi bo'lib. O'zimda ham xuddi shunday vaziyatlarni ko'rganman-da. Mana shu to'liqsiz oilada tarbiya ko'rayotgan o'g'il bolalarni ayniqsa, mana shu ozroq bir onani tarbiyasi, albatta ona asosiy tarbiyachi, oilani ma'naviyatchisi, lekin baribir ham otani o'rni oilada nihoyatda muhim, ayniqsa yigitlar uchun. Mana shu yigitlar uchun bir so'zli, labizli, qat'iyatli, irodali, shuning bilan bir qatorda mana bu ayollar tarbiya qilgan bolalarni ko'ryapmiz, lattaparastroq, molparastroq, o'sha sal bir hayotga yengil qaraydigan, ozroq bir sharttakroq yigitlarni tarbiya olib shu voyaga yetayotganligini ko'rishimiz mumkin-da. Albatta ayol, yolg'iz ayolga oson emas, yuqorida aytyapsiz o'zingiz ham. Kamsitmoqchi emasman ularni hech qanaqasiga. Haqiqatdan ham hech bir qiz turmushga chiqayotganda turmushim buzilsin deb niyat qilib turmushga chiqmaydi. Endi buni taqdirga yo'yadigan bo'lsak, mana shu yolg'iz ayollarni ikki barobar qiyin. Ham otalik mas'uliyati, ham onalik mas'uliyati yelkalarida turadi-da. Shunday bo'lgandan keyin bu ayollarimiz ikki barobar mas'uliyat bilan farzand tarbiyasiga qarash kerak-da. Qiz bolaga ona sifatida, o'g'il bolalarga ota sifatida munosabatda bo'lishga ular majbur, chunki sir emaski, mana bugun ijtimoiy tarmoqlarda ustozga bo'lgan e'tibor, o'quvchilarni, ularning ota-onalarini ustozni ozroq bir behurmat qilayotganini ko'ryapmizki, endi bu Jizzaxda emas, boshqa viloyatlarda, lekin agar biz mana shu farzand tarbiyasida bo'shliqqa yo'l qo'ysak, bir mas'uliyatsizlikka yo'l qo'ysak, o'sha bizni xalqimiz aytganidek, ustoz otangday ulug' deyishadi. Otani qanday hurmat qilsa, farzandlar ustozni ham xuddi shunday hurmat qilish kerak deb o'ylayman-da. Bizlar esa jamoatchilik vakili sifatida, albatta sizlar endi o'zlaring ota-onalarga ustozlarni hurmat qilinglar desalaringiz ozgina bir nokamtarlikdek tuyulishi mumkin, lekin biz jamoatchilik, biz ziyolilar, butun mana shu tashkilotlar, muassasalar, bir jamoatchilik ustozni maqomini tiklab bersak, ustozni maqomini yuksaltirsak, ustoz otangday ulug' degan naqlni kengroq yoysak-da, farzandlar tarbiyasiga buni biz mahkamroq o'rnashtirsak ularni ongiga, o'ylaymanki yana ham biz farzand tarbiyasiga katta hissa qo'shgan bo'lamiz. Nima deysiz shunga? Qo'shilaman fikrlaringizga. Haqiqatdan ham oilada otani o'rni beqiyos. O'zgacha o'g'il bola tarbiyasida ayniqsa otani o'rni hech kim bosa olmaydi. Chunki hayotim davomida ko'rib kelyapmizki, o'quvchilarimizni biror bir harakat qilgan bo'lsa, o'quvchilik tartib qoidalariga amal qilmaydigan, ustozlarning asabiga tegadigan yoki darsga xalaqit qiladigan harakatlar sodir qilganda, onasini chaqirsak, u doimiy ravishda davom ettiraveradi.
ta'siri kamroqda. Otangga dadangni chaqiramiz deb telefon raqamimizni yo'q, o'g'il bola bo'lsa ham yig'lab, ustoz ikkinchi qaytarilmaydi, dadamni chaqirmang iltimos deb turib o'quvchilarimizda doimiy ravishda deyarli o'g'il bola tarbiyasi, qiz bolada ham otani chaqirmang iltimos, takrorlamayman, uzr so'rayman deb takror va takror uzr so'raydi. Boyagi onalar keyin otalardan yashiradi-da ko'proq. Keyin biz yo'q, qayerdandir otani baribir telefonni chaqirib, qiynalgan vaqtimizda otalariga bir og'iz mana shuni batafsil emas bolasini harakatini ozgina uchini chiqarsak ham o'sha bolamiz ikkinchi marta boyagi holatda takrorlamaydi-da. Shuning uchun men hamma anaga xalqimizga, o'zi ayollarimizga aytmoqchiman. Endi bu meni fikrim. Sabrli bo'lib shu farzandlari uchun oilani saqlab qolishni men iltimos qilgan bo'lardim. Rahmat. Dilfuza opa, ayolning kuchi uning kuchsizligidadir deyishadi. Siz bunga qanday qaraysiz? Mana sizni taniganlar, sizni bilganlar, hamkasblaringiz, shogirdlaringiz, o'qituvchilaringiz hammasi sizni kuchli rahbar, kuchli ayol deb biladi. Lekin bu qanchalik sizga to'g'ri keladi? Menga kuchliman, jamoamda kuchliman, ishxonamda kuchliman, lekin oilada o'sha oddiy ayolman. Oddiy ayolman. Men rahbarligim o'shanda deb o'ylayman. Men rahbarligim umuman oilamga aloqasi yo'q. Oilada demak siz haqiqiy oddiy o'zbek ayolisiz. Bo'ysunuvchi oddiy xo'jayinim bilan. Albatta bizni o'zbek mentalitetimizni, bizni qadriyatlarimizda, albatta bugun bizni mamlakatimizda gender siyosati amalda, erkak va ayollar teng huquqlari hamda imkoniyatlari to'g'risida. Lekin biz o'zbek xalqi, o'zbek mentalitetimizda erkak oila boshlig'i, erkakni aytishadi-ku, 70 yashar kampirdan 7 yashar yigitni duosi ustun deyishadi. Mana shu yoki erkak kishini yo'lini kesib o'tmaslik kerak va hokazo. Erkak kishiga yo'l berish kerak. Avval erkak gapiradi, so'ng ayol gapiradi. Erkaklardan duo so'raymiz. Har doim bizni xalqimizda, bizni mentalitetimizda erkak ulug'langan. Albatta mana shu oilalarni tinchligi, farovonligi bu ayolni ma'naviyatiga, ayolni tarbiyasiga nihoyatda bog'liq deb o'ylayman. Shunday. Qadriyatlarimizga tayangan holatda oilani boshqara bilsak, gender tengligi ham bu nima desamka, oddiy tilda gender tengligi ayollarning o'z o'rni jamiyatdagi o'z o'rni boshqacha, o'zgacha. Baribir ham milliy qadriyatlarimizga tayangan holatda oilani yuritishini men fikrim. Maslahat berasiz. Demak, ayollarimizga milliy qadriyatlarimizga tayangan holda oila bekasi bo'lishni maslahat bergan bo'lardingiz. Rahmat. Yana bir fikrni keltirmoqchiman, Dilfuza opa. Sadriddin Ayniyni yaxshi bilasiz. Sadriddin Ayniyni ham o'g'il farzandi, ham qiz farzandi chet elda o'qiydi ekan o'sha davrda. Va har oyda farzandlariga pul jo'natayotganda Sadriddin Ayniy o'g'liga kamroq, qiziga esa ko'proq pul jo'natar ekan. Buni ko'rgan yonidagi sheriklari so'rabdi, nima uchun ikkita farzandingiz ham birday emasmi sizga? Nimaga qizingizga ko'proq, o'g'lingizga kamroq pul jo'natayapsiz degan savol berganda Sadriddin Ayniy javob bergan ekanda, qiz bolani yo'qchilik buzadi, o'g'il bolani to'qchilik buzadi deb. Sizni fikringiz qanday? Haqiqatan ham bu o'quvchi yoshlarga emas, oliy ta'limda, oliygohlarda o'qiyotgan talabalarga ko'proq bog'liq deb o'ylayman. Xorijiy davlatlarda o'qiyotgan qizlarimizga bu bog'liq. Yo'qchilik tufayli boshqa yo'llarga kirib ketishi oqibatida
o'sha davrda, hozirgi davrda ham mana shunday holatlar uchrab turadi. Shuning uchun ko'proq ota-onalardan men mana shu Sadriddin Ayni bobomizning o'gitlaridan kelib chiqib, mana shunga ham e'tibor berishlarini maslahat qilgan bo'lardim. Yana bir naql borki, agar bir yigitni o'qitsangiz, bir insonni ziyoli qilibsiz. Agar bir qizni o'qitsangiz, butun jamiyatni ziyoli qilibsiz deydi. Haqiqatan ham bitta oilada bir qiz o'qisa, butun oilani o'qitgan bo'lamiz. Oila o'qidi degani, o'qimishli bo'ldi degani, jamiyatimiz ilmli, bilimli, ongli, tafakkurli, ma'rifatli bo'ladi degani, jamiyatimiz bu orqali yuksaladi. Haqiqatan ham qiz bolani o'qitish kerak. Albatta. Mana o'zimda kuzatuvlarimdan natijasida aytishim mumkinki, agar bir o'zim o'qituvchi, yuqorida aytdim, o'zim 14 yil o'qituvchilik qilganman. Yaxshi bir tarbiyali o'quvchilarimni ota-onasini so'raganimda, otang nima ish qiladi, onang nima ish qiladi desam, ko'proq onasi o'qituvchi ekanligini ko'rganman-da. Shuni hayot tajribamdan kelib chiqib, o'qituvchini bolasi hech qachon yomon bo'lmaydi degan menda qoida paydo bo'lgan va kelajakda Xudo xolasa hali o'g'lim yosh. Mana shu o'g'limga kelin izlaganda albatta o'qituvchini farzandini kelin qilaman deb niyat qilganman. Chunki o'qituvchi hech qachon yomon bo'l demaydi. O'qituvchi urishsa ham, tanbeh bersa ham, vaqti kelganda shunchalikgacha mana ko'ryapmizki, mana ijtimoiy tarmoqlarda o'quvchilar, tarbiyasiz farzandlar, o'quvchilarimiz o'qituvchini shunchalik o'zidan chiqarib yuboryaptiki, o'qituvchi qo'l ko'tarish, o'quvchiga qo'l ko'tarish darajasiga borib qolyapti-da. Lekin oliy ma'lumotli, o'zini bilgan, tarbiyali o'qituvchi hech qachon bu ishni qilmaydi. Lekin o'quvchilar o'zi o'qituvchini shu darajaga olib borib qo'yishyapti-da. Natijada o'qituvchi bilan o'quvchini o'rtasida konfliktlar kelib chiqyapti. Har doim mana ota-onalar yig'ilishiga, o'zim mana 6-maktabda o'g'lim o'qiydi. Ota-onalar yig'ilishiga meni ham chaqirib turishadi. Borganda ota-onalarga har doim aytaman, meni ham bir farzandim shu yerda o'qiydi. Shuni ota-onalar iltimos sizlardan o'qituvchi bilan o'quvchini o'rtasiga tushmang hech qachon ota-ona sifatida. O'sha eskidan aytilgan o'sha etisizniki suyagi bizniki deb bejizga qadimda shu ota-bobolarimiz farzandlarini borib o'qituvchini, ustozni qo'liga berib kelmagan. Chunki tarbiyani ustoz beradi. Aslida tarbiya oilada beriladi. Lekin oilada agar ota-ona ziyoli bo'lmasa, haqiqiy tarbiyani ham, ta'limni ham maktabga ustozlar qo'liga ishonib topshirar ekan, hech qachon mana shu o'qituvchi bilan farzandini o'rtasiga tushishi kerak emas deb o'ylayman-da. Shunday aytganingiz haqiqatan ham o'qituvchilar tajribamdan kelib chiqib, o'qituvchilar birortasi o'quvchilarni yomon ko'rmaydi. Mehr bilan yaxshi ko'rib o'z farzandiga qaraganday qaraydi. Faqatgina yaxshi bo'lsin deydi, kamolga erishsin deydi. Bitta o'quvchisi muvaffaqiyatga erishdimi, u o'qituvchi uchun umuman o'zgacha o'qituvchi, shunaqangi oltin topganday xursand bo'lib yuradi, shunaqangi hayotga bo'lgan jo'shqin bir boshqacha o'ziga oladi-da, o'quvchisini muvaffaqiyati uchun-da. Buni ota-onalarimiz to'g'ri anglab yetadigan ota-onalarimiz ham ko'p. Maktabda har doim o'qituvchi ota, ona sifatida qaraydi-da, otang, onang deydi-da. Mana shunaqalarda farzandlari jamiyatda o'z o'rnini topayapti-da. O'qituvchini o'ziga dushman bildimi, u afsuslanadi, qaytib ham keladi. Eplolmayapman ustoz, mana bu bolam mana shunaqa aytganini qilmayapti ustoz. Chunki yoshligida boyagi har bitta gapi uchun maktabga razbor bilan doimiy keladigan ota-onalarimiz katta bo'lganda, voyaga yetganda farzandlari o'sha vaqtida afsuslanib keladi. Gapimni qilmayapti. Iltimos mana shunga yordam berib yuboring. Aytganimni qilmayapti.
deb turingda qiynaladigan ko'p ota-onalarimiz bor. Mening maslahatim ota-onalarga o'qituvchi hech qachon farzandidek qarasa qaraydiki, yomon ko'z bilan qaramaydi. Rahmat. Dilfuza opa, mana o'zingiz 29 yildan beri ustoz maqomidasiz. O'zingizni hayotdagi ustozingiz kim deb bilasiz? Hayotdagi ustozimni men uchun Sadriddinova Dilfuza ustozim. Birinchi ishga kirgan vaqtimda 11 soat biologiya darsi bor ekan. Hamroqulova rahmatli Dilorom opa ishga oldi. Keyin menga ish faoliyatimda mana shunday ustimda ishlab rivojlanib, odam qilgan odam qiladi deb psixolog shtatini berib qo'ydi, yuklab qo'ydi. Yo'q deb e'tiroz bildirganman. O'sha vaqtida ham bir chekka qishloqdagi bir qishloqdan kelib turib endi bu shahar markazida faoliyat yuritish mas'uliyat deb bilib juda ham e'tiroz bildirganman. Yo'q, muvaffaqiyatli olib borganman. Bu respublikada ham ommalashdi. Psixologlik faoliyatim qisqagina bo'lsa ham 2 yillik faoliyatimda ham keyin ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari bo'ldim. O'shanda ham e'tirozlar bildirganman. Bola tarbiyasida bu qattiq bu ota-onalar bilan qanday men nima qilaman deb o'quv ishlari bo'yicha xullas direktor shu o'sha Sadriddinova Dilfuza ustozim deb bilaman. Men minnatdorman. Rahmat. Dilfuza opa, mana mavzumiz ayol baxti to'g'risida edi. Agar yo'q demasangiz, mana shu ayol baxti formulasini chizsangizda va siz o'zingiz bunga izoh bersangiz. Tajribamdan kelib chiqib, mana shunday baxt formulasini yaratdim. Birinchi o'rinda oilada ishonch bo'lishi kerak, er-xotin o'rtasida ishonch bo'lishi kerak. Keyin sabrli bo'lib, har qanday qiyinchiliklarni birgalikda sabrli bo'lib yengib o'tish kerak. Buning uchun iroda kerak, aql kerak, bilim kerak. Shu bilan birgalikda kamtarlik, mehnatsevarlik, samimiylik kerak bo'ladi. Shu bilan birgalikda tarbiya, tartibli bo'lish kerak, mehr bo'lish kerak bir-biriga nisbatan, sadoqatli bo'lish kerak oilada bir-biriga nisbatan. Shundagina oila baxti shakllanadi, baxtli oila shakllanadi. Oilalarimizning baxti esa jamiyatimizning yuksalishi, jamiyatimizning baxti deb bilaman. Rahmat sizga. Dilfuza opa, mana yaqinda 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan prezidentimizning shaxsan qo'llaridan 2-darajali sog'lom avlod uchun ordenini qabul qilib oldingiz. Bu o'ylaymanki, siz uchun yana bir baxt, yana bir omad deb o'ylayman. Bugungi bizni mana shu podkastimizga tashrif buyurganligingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Mana shu yutuqlar bilan sizni yana bir bor tabriklayman. Xush kelibsiz. Rahmat. Rahmat.